Azizlar, Damas'ning davri o'tdi. Hozir men sizlarga Jackning haqiqiy jaydari mashinasi M3 modelini obzor qilib beraman. Mashinamizning motori 1.8 plus bo'ladi. Grandjet motor Toyota bilan совместно ishlab chiqarilgan seplik motor bo'ladi. Mashinamizda 134 ot kuchiga ega. Rasxodlariga keladigan bo'lsak, yuziga 8 ta 10 ta rasxod bo'ladi. Bemalol gaz yoki propan qo'yishingiz mumkin. Bokovoyimiz elektronik, ichkaridan sozlash mumkin. Zavod tomonidan mashinamizga 15 lik diska balon taqilgan. Diskamiz quyma diska bo'ladi. Zavod tomonidan kamera va parktroniklar bilan jihozlangan. Bundan tashqari bagajimiz ham anchagina keng. Eng muhimi, gaz, propan bagajga qo'yilmaydi. Hammasi ostki qismida. Stop chiroqlari ham alohida dizayn asosida ishlangan. Boya aytganimdek 1.8 plus motor. Salon qismiga keladigan bo'lsak, rulimiz kuchaytirilgan elektronli rul. Bemalol bitta barmoqda boshqarishingiz mumkin. Bundan tashqari reflektorlarimiz Mercedes qilib ishlangan, alohida dizayn asosida kondisioner pechkalarimiz ishlaydi, mavjud. 10 dyumlik monitor, torpedasi ham quyoshda sarg'ayib yoki nimadir tegadigan bo'lsa, qirilib qoladigan materialdan emas. Juda sifatli materialdan ishlangan. Skorstlarimiz ham juda qulay joyda joylashgan. Bu haydovchilarga bemalol qiynalmasdan boshqarish imkoniyatini beradi. Mashinamizning pultiga keladigan bo'lsak ham ikkita pult bo'ladi. Damas'nikidek oddiy kalt emas. Pult bilan boshqarishingiz mumkin. Center zamok ham mavjud. Hozir aytganimdek, Damas'ning davri o'tdi. Buni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Eshikni birov ushlab turish shart emas. Bu nimaga kerak desangiz, passajirlar bemalol hech qanday qiyinchiliksiz orqaga chiqish imkoniyatini beradi. Mashinamiz 9 ta o'rindiqlik B kategoriya bilan bemalol boshqarishingiz mumkin. Bundan tashqari, yo'lovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida отдельный kondisioner va pechka deflektorlari mavjud. Buni yo'lovchilarning o'zi balandpast regirovkasini yoki o'chirib qo'yishi ham mumkin. Faralarimizga keladigan bo'lsak, LED texnologiyasi asosida ishlangan faralar. O'zimning jaydar akalarim, agar zapchas va servis xizmatidan muammo bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Bizda o'zimizda hamma turdagi zapchaslar mavjud va servis xizmati ham Surxondaryoda bor. Bilaman, tog'ajon, narxiga qiziqyapsiz. Mashinamizning narxi rassrochkaga olganingizda 50% boshlang'ich to'lov va 24 oy muddatga hech qanday foiz va penyalarsiz. Agar avtokredit bilan olaman desangiz, boshlang'ich to'lovsiz mashinamizni 1 yildan 5 yil muddatga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, Hoji aka, sizga bonuslarimiz ham mavjud. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling va keyingi mashina obzori qaysi bo'lishini kommentariyada yozib keting.